Minecraft, lekin men xohlagan narsamni bir-biriga kombine qila olaman. Asosiy maqsadimiz bo'lsa Ender Dragonni zabt etish. Men shunaqa yoqimsiz joydan spawn bo'ldim va oldimda sehrli sandiq bor. Bu sandiqda bizga kerak bo'ladigan narsalar bor. Eng keraklisi mana bu. Chunki buni yordamida nimalarni kombine qilsak bo'ladi, o'shalar ko'rsatilgan. Bizning eng asosiy maqsadimiz Ender Dragonni mazasini qochirish bo'ladi. Yo, kelishimizdan shu bu yoqda portal topib oldim va 3-2-1 ketdi. Qani ichida nima bor ekan? Yo, obsidianli kiyimlar bor ekan ichida. Bularni bizga anchagina foydasi tegadi. Tadam, ko'rishingiz mumkin, obsidiandan kiyim oldik va endi biza birinchi navbatda daraxt chop olamiz. Sizga imminni shu karta kerak bo'lsa, meni Telegram mod kanalimdan topsangiz bo'ladi. Kommentariyada Telegram mod kanalimga silka bor. O'ting va bemalol shu kartani o'ynab, qarochi nimadirlar qilasiz. Endi menga ozgina cho'plar kerak, bitta verstak. Opana, mana bitta mini shaxtacha bor ekan, endi bu yerda ozgina mining qilamiz. Shuncha tosh yetadi, chunki menga ko'p ham kerak emas. O, yomg'ir yog'ardi. Sizlar like bosinglar va hozir yomg'ir to'xtaydi. Like bosinglar, davay. Like bossanglar yomg'ir to'xtaydi. Opana, like bosganlarga katta rahmat, yomg'ir to'xtadi. Yo'qda eng osoni mana bu eng tagidagi ekan, chunki bitta dona yog'och bilan bitta dona TNT ketar ekan. Mashina yasash uchun endi creeper topib, creeperni o'ldirishimiz kerak. Zombilar spawn bo'ladigan joy bor ekan. Tepadan teshib ichkariga kirishga harakat qilib ko'ramiz. O, yo'q, vasha qoroq bo'lib ketar ekan. Tushma. Tushma. Voy, lekin jonim yomon chekdi. Mayli, ehtiyot bo'lamiz. Opana, mana teshib oldik. Lekin sandiqqa qayerda turishini bilmayman men. Bo'ldi, sandiqlarni topdim. Endi ehtiyot bo'lamiz. Zombilar kelib qolmasligi kerak bu atrofga. Va nihoyat zombilarning spawnerini ham sindirib oldim. Endi bo'lsa bularni o'ldirib, keyin pastga tushib bemalol sandiqlarni loot qilsak bo'ladi. Wow, olma. Bu yoqda yana olma. Temirlar, bitta chelak. Bo'ldi, qolgan hech bola kerak emas. Mana creeper o'z oyog'i bilan kel. Voy, bu yoqda ular bor ekan. Yaxshi oldik. Hozir menga 5-6 ta qum kerak, chunki qum yordamida biz TNT yasaymiz va birinchi bo'lib kombine qiladigan narsamizni chiqarib olsak bo'ladi. Va nihoyat qum topdim va endi o'zimizga kerakli bo'lganlarni kovlab olamiz. Va nihoyat bitta TNT va men o'sha narsani yasashga tayyorman. Ko'rishingiz mumkin, biz birinchi narsani yasadik va endi buni ishlatishni oldin like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu videoni olish oson bo'lmayapti. O'shaning uchun hozir o'zida like bosib qo'ying. Va kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki men tezroq 100 mingta bo'lishim kerak. Tayyor bo'lsanglar, ketdi. Oy. Bu prям vashi portlatib tashirkan, uchirib tashirkan, lekin yaxshi jonimizga ta'sir qilmas ekan, jonimizga ketmas ekan. Bu tomonidan yaxshi va endi biza Ender Dragonni o'ldirishga yo'lga chiqsak ham bo'ladi. Sizlarga bitta informatsiya aytishim kerak. Hozir Ender Dragonni portali bitta saroyda bor va o'sha saroyda lootlar ham bo'lish kerak. U lootlarning yordamida biza yana o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni kombine qilsak bo'ladi. Qornim ochib ketdi, qachab mashinaga olay. Kelinglar, buni cho'chqani bolasida sinab ko'ramiz. Qani? Oy, bittada o'ldirar ekan, yaxshi. Mana bitta zombilar bor ekan, buni endi zombilardan ham sinab ko'ramiz deb turdim bittada. Gap yo'q, har doimgidek bittada urib o'ldirib tashyapti, mazasini qochirib va ana saroy ko'rishingiz mumkin, yaxshi ko'rinmayapti, lekin tushib sekin o'sha yerga borganimdan keyin yaxshilab ko'rib olsanglar bo'ladi. Va nihoyat biza suvdan chiqib oldik. Saroy ichiga kiraverishimiz, ana tepada Ender portali bor va hozir o'sha yerga chiqib olib, keyin o'sha yerda lootlarni qilib, boshqa o'zimizga kerakli narsalarni ham yasab ko'ramiz. Endi bo'lsa men tayyorman qolgan narsalarni ham yasashga. Chiqib oldik. Bu yerda ko'rganingizdek mana Ender portal va bu yoqda sanduqlar bor. Sanduqlarni ochib, o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni olamiz. Menga non kerak. Men bu ortiqcha narsalarni tashib yuborsak ham bo'ladi, chunki hozir kombine qilganda bu narsalar bizga umuman keraksiz. Va endi sandiqlarni ochib, narsalarni olib chiqamiz. Ikkinchi sandiq, uchinchi sandiq. Sandiqdagi hamma narsalarni oldik va endi kombine qilishni boshlaymiz. Men 100 ming obunachi yig'ishimga rosa emasgina qoldi. Agarda tezroq 100 mingta bo'ladigan bo'lsam, YouTube menga mashqa knopka jo'natadi. Meni kichkina orzuyim bo'lsa, mashqa knopka olish. O'shaning uchun iltimos, hozir o'zida pastga tushing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Iltimos, endi obuna bo'ling. Kombine qilish uchun ochiqroq joyga kirib oldim. Endi bo'lsa kombineni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda men qiziqayotgan narsam mana buni yasab ko'ramiz. Bu nima ekan? Cho'ta nimadir. Bunda narsalarni tortib olsak bo'larmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Yoki teparoq chiqsak bo'larmikan? Lekin nimaga yordam beradi bunisini bilmadim-ku, lekin vashi keraksiz narsa ekan. Endi ikkinchi narsani yasab ko'ramiz, ya'ni totem bilan qilich, almas qilich, oddiy qilich emas. Buni nimaligini taxmin qildim va qani? Voy, bola, ko'rasizlarmi buni dahshatligini?
Prosta shunaqa modlar, shunaqa kartalar uchun like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'linglar, chunki men tezroq 100 mingta bo'lishim kerak. Endi 3-chi narsani yasash payti keldi. Buning uchun bitta kamon va bitta temir kerak bo'lar ekan. Va bu men yoqtirgan narsa, mana ko'rishinglar mumkin, bu lazer otadigan qurol. Menimcha bu bilan Ender Drakonni bittada o'ldirib tashlasam kerak. Endi keyingi yasaydigan narsamiz bitta qilich va bitta qalqon yordamida yasaladi. Bu wow! Buni ko'rishinglar mumkin. Bu prosta wow, mamna qilsanglar mana oldinga qiladi va menimcha hayvonlarni bittada o'ldirsa kerak. Kelinglar endi buni mashq hayvonda sinab ko'ramiz. Tegishim bilan sirazu o'ldi. Biz yasaydigan keyingi narsa bu totem va almaz yordamida yasalar ekan. Bu bo'lsa almazli totemmi yoki totemli almazmi? Nu lekin vashti kodda ekan. Bu nima yordam beradi bilmayman, lekin video davomida ko'rib olamiz. Wow, buni bosib tursa qanaqadir effekt berar ekan. Jonimizni cheksiz qilib berar ekan. Keyingi men eng yoqtirgan narsa va menga eng yoqqan narsa bu. Ikkita Netherite qilich bilan yasaladi va endi buni ko'rishinglar mumkin. Qani? Buni ko'rasizlarmi bolalar? Prosta wow, buni ko'paytirsa ham bo'ladi mamna qilib. Wow, bu bilan qarochi Ender Dragon, Endermanlar hammasini bemalol yoyib tashlasak bo'ladi. Men yasab ko'radigan keyingi narsa bitta kamon va bitta dona TNT tomonidan yasalar ekan. Qani endi buni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, nimada sinab ko'rsak bo'ladi? Kelinglar mana bu tomonda va bunga nimadirlar kerak ekan, lekin uncha ishlamadi. Hozir menga eng yoqqan kirkadan bittasini yasab ko'raman. Buning uchun bizga ikkita dona kirka kerak bo'ladi va ularni yonma-yon qo'ysak, mashaqa ikkitalik dahshat kirka paydo bo'ladi. Bu nimaga yordam beradi desanglar, mana ko'rishinglar mumkin. Hozir kovlab ko'rsatib beraman. Prosta bitta mashaqa qilib qo'yasizlar, bu polniy mashaqa joylarni o'zi kovlab ketadi. Sizlar bosishinglar ham shart emas. Nu prosta vobshe chiroyli narsa, vobshe zo'r narsa. Endi keyingi narsani yasaymiz. Endi navbat bitta dona kamon va bitta dona qilichga. Bularning yordamida biza kamonli qilich yasasak bo'ladi. Lekin buni hozir otolmayman. Yana bitta bizga qilichlar kerak bo'ladi. Mayli ikkita olib qo'yamiz va buni ochishini endi men sizlarga hozir ko'rsatib bermayman. Lekin Ender Drakonni o'ldirayotganda imенно mana shu quroldan foydalanamiz. Keyingi qurol yasashimiz uchun bitta kirka va bitta qilich kerak bo'ladi va buni yasaymiz. Endi bu nima qilib berar ekan ko'ramiz. Buni ko'rdinglarmi nima qilganini? Voy! Bu bilan bittada almas topib yoki-da bittadan o'zimiz xohlagan narsani yaratsak bo'ladi-ku. Shunaqa video uchun prosta like bosib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu narsalar yordamida men Ender Drakonni mazasini qochirib tashlasam bo'ladi. Men portalga tushishga tayyorman. Sizlar tayyormisizlar? To'xtanglar, undan oldin meni Instagram akkauntimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 2000 ta bo'lishimga ozgina qoldi. U yoqda dahshat videolar chiqishda davom etyapti. Kommentariyadagi silka orqali Instagramimga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. 3, 2, 1 va biz ketdik. Men kelib oldim va endi tepaga chiqamiz. Xo'p, mana kirka bilan tepaga chiqosak bo'ladi. Chuqur kovlasak, menimcha tepaga chiqadi degan umidda edim, lekin unaqa bo'lmadi. Mayli. Hozir men Ender Drakonni topishim kerak va uni mazasini qochirsak ham bo'ladi. Qani Ender Drakonni biz moralni ezamiz, ya'ni mana bunaqa lazerli qurolimiz bilan unga o't ochamiz. Lazerli qurolimiz ish beryapti, uni jonini anchagina chekib beryapti va ko'ramiz Ender Drakon qanchagacha chidab bera olar ekan. Baribir mendan qochib qutula olmaysan, men seni mazzeni qochiraman Ender Drakon. Kelinglar ungacha bitta Endermanlarda mana bu narsani sinab ko'ramiz. Prям yo'rib tashadi, mazasini qochirib tashadi, vashi gap yo'q. Endi men Ender Drakonni o'ldirishga tayyorman. Qani ulishingni ol maraz. Voy, qochib ketma. Qochib ketyapti. Qani to'xtatamiz. Joni ozgina qoldi. Kelinglar, endi uni urib o'ldiramiz. Ya'ni mana bunaqa qurol. Obunachilar, Ender Drakonni o'zimiz bilmagan holda o'ldirib qo'ydik. Wow, buni darajalarini tushishini qaranglar. Wow, bularni sipirib olamiz. Agar siz kanalimga hozir o'zida obuna bo'lmasangiz, mana shu avtomat bilan sizni otib tashlayman.